ona o'zini farzandini oyligini 1 so'm qo'ymasa olib qo'yadi. Agar u bola uylanmagan bo'lsa, bu yaxshi narsa, men unga qarshi emasman. Lekin bolaning 5-6 farzandi bo'lib turib, ana shu farzandlarini, nevaralarini, kelinini, rizqini qiyib qo'yish yaxshi emas-ku. Agar siz meni ana shu bor oyligini olib qo'yadigan bo'lsangiz, u siz menga zulm bergan bo'lasiz. Farzandlarimga, xotinimga zulm bergan bo'lasiz. Ba'zi bir odam keladi, esli odamlar. Domla, bu urf odat. Biz urf odatda, biz jamiyatda farzand bor pulni ota-onaga berish kerak deydi. Ayting, qaysi urf odat zulmga rozi bo'ladi? Zulmga rozi bo'lgan urf odat bizga keragi yo'q. Odamlarning haqqini paymol qiladigan, adolatsiz bo'lgan urf odatni biz tashaymizda ko'm tashaymiz. Unaqa urf odat bizga keragi yo'q. Boshqa bir odam kelib turib, domla endi qo'ying ular, kechiring endi. Masalan, farzandlariga kechiringlar. Ota-onalari endi saviyasiz tarbiyani ko'rib qolgan.